Assalomu alaykum aziz do'stlar, Kitob podkast ikkinchi son. Bugun sizlar bilan birgalikda Xudo xohlasa meni hayotimni butunlay o'zgartirib tashlagan kitobni ko'rib chiqamiz va men nazarimda bu kitob sizlarning hayotingizni ham o'zgartirishga qodir. Va bu kitobning nomi Botaniklar ham biznes qiladi, Maksim Kochin. Albatta men ruschasini o'qiganman, botaniki делают biznes. Bu kitob nima uchun meni hayotimni qanday o'zgartirib olgani haqida men qisqa aytib beraman sizlarga. Undan keyin kitobdagi g'oyalarga o'tamiz. Birinchi masala, bu kitob ichida Fyodor degan yigitni 2006-yildan 2010-yilgacha bo'lgan 4 yillik yo'li yozib chiqilgan. Qanday u biznes qilmoqchi bo'lgan, necha yoshda boshlagan va oxir oqibatda nima bilan tugagan. Men bu kitobni o'qiganimdan keyin men Fyodorni ko'rib, uni shijoatini ko'rib, hayron qolganman. Shu darajada insonlar ham bor ekan. Haqiqatan ham tadbirkorlik bu juda ham qiziq narsa ekan degan fikr kelgan va men o'zimning bizneslarimni boshlaganman. Do'kon ochganman. Mana tushunishinglar uchun qay darajada menga bu narsa motivatsiya berishini tushunib olishinglar uchun men bu kitobni o'qib tugatganimdan keyin 2 haftadan keyin birinchi do'konim ochgan. Olimpiya Shop degan do'kon ochganman. Rossiyada ishlagan bitta qarindoshimdan $1000 jo'natishni so'raganman. 1 yilda qaytarib beraman deb $1000 jo'natgan. Bitta joy arendaga olganmiz $100 dan oyiga. Tog'aynim men $1000 qo'shgan. $2000 ga biz kelganmiz, Toshkentdan tovarlarni olib ketganmiz, sotganmiz. Na firma bor, na boshqa narsa bor. Hech narsani bilmaymiz, soliqni ham tushunmaymiz. O'zimizcha bitta joy arendaga olib to'ldirib birinchi biznesimni shunda boshlaganman. Tabiiyki, bilimsizlik tufayli biznesim o'xshamagan. 1 yildan keyin yopilganman, lekin shundan keyin hammasi boshlandi. Ya'ni men keyinchalik kiyim do'kon qildim, oziq-ovqat do'koni ochdim, bowling ochmoqchi bo'ldim, lavashxona ochish uchun investitsiya qidirib yurdim. Xususiy maktab ochmoqchi bo'lganman, pitseriya ochmoqchi, taxminan 9 tami, 8 ta turli xil narsalarni qilib ko'rganman va deyarli hammasi muvaffaqiyatsiz bo'lgan. O'quv markazi oxir oqibat ochdim ham, pandemiya tufayli yopildi. Ikkinchisini ochdim, ikkinchisi ham yopildi va hokazo va hokazo. Va mana shu kitob hammasini tagida turibdi. Aynan shu kitob menga motivatsiya bergan. Undan tashqari Evrosetda asoschisi Yevgeniy Chichvarkin milliarder aytishi bo'yicha bu kitob biznes bo'yicha eng zo'r kitob. Bu yerda ahamiyat bergan bo'lsanglar, 1+2 qilib qo'ygan, ya'ni bu yerda ikkinchi части ham bor. Men ikkinchi qismini o'qimaganman. Aynan birinchi qismini men sizlarga umumiy qilib razbor qilib beraman. Maksim Kochin mana shunaqa kitoblar yozadi, ya'ni rus tadbirkorlari haqida turli xil kitoblarni yozadi. Bu anaqaga o'xshaydi, ya'ni Walter Isaacson bor-ku, Steve Jobs kitoblarini yozgan, faqat ruscha versiyasi. Rossiya bo'lsa biznes nuqtai nazaridan bizga Amerikaga qaraganda ancha yaqinroq. Misol uchun men marketing haqida gapiradigan bo'lsam, Rossiyani marketingi bizda yaxshiroq ishlaydi, Amerikani marketingiga qaraganda. Har holda bizning sohamizda shunaqa. Shuning uchun men bu kitobni sizlarga hozir obzor qilib beraman. Eng qizig'i bu kitobni ichida mana bunaqa bor. Bu kitob men uchun ancha qadrli. Mana dasxat bor. Bu avtor dasxat emas, bu Fyodor Ovchinnikov dasxat. Ya'ni shu kitob shu Fyodor degan bola haqida yozilgan dedim-ku. Oqibatda nima bo'lgan? Fyodor Dodo Pizzaga asos solgan va hozirgi kunda 1000 tadan ko'p filiali bor. Multimillioner inson, lekin kitob tugashini aytmayman, prosta g'oyalarni aytib o'taman, lekin kitobda hali Dodo Pizza haqida hech narsa deyilgan emas edi o'sha paytda. Shuning uchun kitob g'oyalariga o'tamiz. Kitobning birinchi g'oyasi bu kichik qadamlarning qadri. Umuman olganda Fyodor, kitobni o'qiganingizda tushunib olasiz, arxeolog yigit bo'ladi va u harakat qiladi hayotini o'zgartirishga va unga g'oya kelib qoladi. Nima uchun men biznes qila olmayman, nima uchun men katta kompaniya qura olmayman? Men ham shu narsani qilgim kelyapti. Tabiiyki hamma qarshi bo'ladi, doim shunaqa, qanaqadir yangilik qilmoqchi bo'lsam, misol men o'zim hayotimdan oladigan bo'lsam, eslab qolish bilan shug'ullanishi bu jinnilik deb o'ylagan shu paytda odamlar. Haqiqatan ham tasavvur qiling, universitetni tamomlagan, yoshi 25-26 ga kirgan katta insonni men eslab qolish bilan shug'ullanaman, eslab qolish bo'yicha federatsiya qilaman. Qanaqa eslab qolish? Bu eshitgan odam sal g'alatiroqsan deb o'ylaydi. Bu yerda ham xuddi shunaqa primerni holat. Sen arxeologsan-ku, qanday biznes qilasan deb onasi ham aytadi, boshqalar ham aytadi. Lekin u sekin-sekin test qiladi. Ozgina summa bilan kitob do'koni ochadi, Siluma degan va o'sha yerda sotishni boshlaydi. Va birdaniga qanaqadir aytaylik, mana ko'pchilik yoshlar hozir men ham katta kompleks quraman, Samarqand darvozaga o'xshagan joy qilaman, katta joy olaman, nimadir qilaman va hokazo. Mana shunaqa g'oyalari bor yoshlarning. Lekin bir narsani tushunishinglar kerak. Kichkina qadamlarning kuchi katta. Os o'rganib dono bo'lar. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni sal harakat qilsanglar, Fyodor ham birinchi kichkinaroq joy oladi, kitob do'koni ochadi, ozgina kitob olib keladi. Polka bo'lmaydi hattoki ayrim joylarda. U prям korobkani o'zini ustini kesib turib, shu holatda kitoblarni sotadi hattoki. Ya'ni ortiqcha rasxod qilmaslik uchun. Endi bu yerda amaliy g'oya, bu kitobning birinchi g'oyasidan amaliy g'oyani oladigan bo'lsam, MVP degan narsa bor. Minimum value product deydi. Ya'ni любой narsani
MVP bilan boshlab ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun deylik siz qanaqadir kitob sotmoqchisiz. Deylik. Sizning planingizda kitobni $100 dan sotish, misol uchun qanaqadir ichida juda ham zo'r informatsiya bor bitta kitob, eksklyuziv $100 dan sotmoqchisizda, deylik siz 1000 ta sotmoqchisiz. Agar $100 dan sotsangiz, mingtasini $100,000 tushum bo'ladi. Deylik yarmi sizga qoladi. $50,000 pul ishlamoqchisiz, soliq, moliq, boshqa narsalar bilan birgalikda chiqib ketgandan keyin yarmi sizga qoladigan bo'lsa, okey, lekin bitta narsa bor. O'sha $100,000 ga 1000 ta kitob sotmoqchi bo'lsangiz, siz 1000 ta kitob zakaz qilishingiz kerak. Deylik 1000 ta kitobni $10 dan zakaz qilasiz. $10,000 pul sarflashingiz kerak. $10,000 pul sarflaguncha, 1000 ta kitob zakaz qilguncha, 30 ta kitobni zakaz qilib, to'g'ri, kitob qimmatroq tushadi, lekin umumiy $10,000 emas, deylik $500 ga yoki $700 ga 30 ta kitob zakaz qila olasiz. Bitta landing page yasaysiz, sayt va o'sha 30 ta kitob sotib ko'rasiz va ko'rasiz, bitta kitob sotish uchun reklamaga qancha pul sarflayapsiz, bitta kitob sotish uchun qancha vaqt ketyapti va hokazo. Ya'ni 30 ta kitobni matematikasi chiqib keladi. Undan keyin 30 ta kitob shunchaga sotdim. Demak 300 tani bundan 10 barobarga ko'paytirsangiz bo'ladi. Bu narsani MVP deydi. Birdaniga $10,000 tiqib yormayapman-da. Misol uchun men turetskiy kiyim sotmoqchiman. Men katta bitta joy arendaga olib, ichiga $50,000 pul tiqib, uni remont qilib, blogerlarni chaqirib, hammasiga pul berib tashab, reklamalarga boshqa narsa qilib tashamayapman-da. Men nima qilyapman? Birorta turetskiy brenddan olib kelyapman, bir necha ming dollarga va onlayn sotyapman, deylik, o'zimdan. Qarasam zo'r ketyapti. Kardiganlar, yana bir narsalar, nimadirlarni sotyapman qisqasi. Zo'r ketyapti. Okey, bo'ldi, men sotyapman. Endi men nima qilaman? Endi men do'kon ochaman. Chunki spros katta, o'sha do'kon ochishga vaqt keldi. Mana shu narsani MVP deydi. Mana shu MVP qanaqa ishlashini kitob zo'r ko'rsatib bergan. Bu kakras kichkina zonalardan boshlab ozgina harakat qilgan. Hattoki deylik Dodo pizzasini ham birinchi pitseriyani ochganda, kitobdan tashqari degan ma'lumot bu. Bu podvalda ochgan. Ya'ni podval sakolniy etajda o'tirgan joyi ham bo'lmagan, pizzani faqat dastavkaga ochgan xolos. Shuning uchun hamma narsani kichkina qadamdan boshlaganingiz yaxshi. Xato qilish ehtimoli kam bo'ladi. Ikkinchi g'oya bu ishonch va ochiqlik. Dodo pizzani va umuman olganda mana Fyodorning asosiy g'oyasi kitobda ham, keyin Dodo pizzada bu g'oya paydo bo'lgan, bu ochiqlik. U Fyodor kompaniyasini hamma narsasini bemalol ochib beradi. Dokumentlari, nechta pul soliq to'laydi, ofitsial saytiga kirsangiz, Dodo saytiga misol uchun siz hamma narsani bilib olishingiz mumkin. Qancha pul to'laydi, qayerga to'laydi, hattoki shu darajadaki ular kamera qo'yib qo'ygan kuxnyaga. Tasavvur qilasizlarmi? Kuxnyaga, men odatda kuxnyaga kirsanglar, kir-chir chiqib yotgan bo'ladi ko'p oshxonalar. Dodo unaqa emas, sababi любой inson kirib ko'rishi mumkin. Kamera, misol uchun men hozir O'zbekistonda ham bor bu narsa, qiziq. Men hozir telefonimdan Dodo pizza zakaz qilib olaman, shu pizzam tayyorlanayotganini kamerada ko'rish mumkin. Qanday tayyorlanyapti, nima tayyorlanyapti, ochiqlik bor. Ya'ni nech pul topdi Dodo, umumiy set virchkasi nech pul oylik to'ladi, nech pul nalog to'ladi. Hamma narsani ochiq dostupga ochib qo'ygan. Xohlasang mana ko'r, xohlasang mana tekshir, hamma narsa bor, hamma narsa ochiq, hamma narsani o'zing ko'rishing mumkin degan shunaqa g'oya qilgan. Ya'ni ochiqlik g'oyasi, hech kimdan hech narsa yashirmaslik g'oyasi. Bu g'oyani misol uchun biz komandada odatda qo'llaymiz. Komandada shunaqa narsa bitta odam ikkinchi odamni ma'lumotini bilish kerak. Bir-birini tushunmasa, bir-birini ma'lumotini bilmasa, katta ehtimol bilan noto'g'ri qarorlarni qabul qilish boshlaydi. Deylik, komandada ikkita bo'lim bor. Misol uchun, bittasi kitob zakaz qilishga javob beruvchi bo'lim, bittasi dastavkaga javob beruvchi bo'lim. Bu bo'limdan byudjetga dostуп bor. Deylik, 600 million pul byudjetimiz bor. Bitta bo'lim ikkinchi bo'limga yetmasdan kitob zakaz qilib yuborsa, katta ehtimol bilan ikkinchi bo'lim ham kitobga qo'shimcha to'lov qilib, yana zakaz qilib yuborishi mumkin. Ya'ni 2000 ta kitob emas, 4000 ta kitob keladi keyin. Qolgan 2000 ta nima qilamiz? Bizga faqat 2000 ta kerak edi. Shuning uchun bir-biriga ma'lumot berish kerak. Ya'ni ochiqlik bo'lish kerak. Обязательно, misol uchun agar siz biznes qurmoqchi bo'lsangiz ham, keyinchalik o'zingiz yaqinlaringiz bilan ma'lumotda bo'lishga harakat qiling. Bir-biringizga shu asosiy kalit ma'lumotlarni bilish kerak bo'ladi. Kitobda bu narsani zo'r ko'rsatib bergan o'sha Fyodor Silovma degan o'sha do'konni ochganda, kitob do'konida bu g'oyani targ'ib qiladi, bu g'oyani ko'rsatib beradi. Va juda zo'r ishlatadi. Keyinchalik Dododa shu g'oyani, Dodo pizzada shu g'oyani u absolyut darajaga chiqargan. Ya'ni juda ham kuchli darajaga chiqargan. Kitob 3-g'oyasi bu xatolardan qo'rqmaslik.
bu yerda bitta masala mana tadbirkorlik shunaqa narsaki, bu yerda absolyut baho yo'q-da. Misol uchun mana deylik, maktabda qanaqadir baho bor. Hozir balli sistema, men bir joyga seminarga bordim, 5 desam, o'sha 5 emas ekan ularda qanaqadir boshqacha baho qo'yilar ekan maktabda. Xo'p deylik, 100 ball bor. 100 ball bu eng yuqori natija maktabda deylik. Va siz 100 ball olishingiz mumkin, siz 101 ball ola olmaysiz. Siz 100 ball ola olasiz. Hayotda bunaqa 100 ball yo'q. Hayotda eng yuqori baho degan tushuncha yo'q. Ya'ni hayotda misol uchun 1 million dollar 100 ballmi? Kimdir ha deyish mumkin. Okey, 10 million dollarcha. 100 millioncha. 1 milliard dollarcha, kimdir 1 milliard dollar pul ishlaydi. Qaysi biri 100 ball, qaysi biri eng katta baho? Katta baho yo'q. Shuning uchun o'rganish jarayonida xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Bu umuman xato bu sizga ma'lumot beruvchi narsa xolos. Ya'ni har bitta qilgan xatoingiz kitobda zo'r ko'rsatib berilgan 4 yil mobaynida to'xtamasdan xato qilib, xatosidan o'rganadi. To'xtamasdan xatosidan qilib o'rganadi. Va kitobning oqibatida shu 4 yillik shu kitob biznesini qurish oqibatida Fyodor shu darajada ko'p tajribaga ega bo'ladiki, Dodo pizza ochganda yorib tashlaydi. Sindirib tashlaydi realni rinokka. Domino's hammasini chiqarib tashlaydi. Shu Rossiya bozorida hamma eng kuchli mirovoy brend konkurentlarni o'zining sohasida yengib tashlaydi. Dastavkada SNGda 4-o'ringa chiqadi. 4-o'ringa chiqadi. 1-3 o'rin qaysi? Tabiiy KFC, McDonald's va hokazo. Masala nimada? Xato qilishdan qo'rqmaslik bu eng muhim narsalardan biri. Fatal xato qilish kerak emas. Ya'ni fatal xato degani 100 ming puling bo'lsa, tiqib yorib bo'ldi, tamom, xato qilib kirib ket degani emas. Yo'q, unaqa emas. 100 ming puling bo'lsa, 10 mingini olganda MVP qilib, kichikroq qilib sinab ko'r. O'tgan safar, o'tgan g'oyada aytganimdek, xuddi shunaqa. Ya'ni kichkina narsadan boshlab ko'rgan. Bu yerda juda ham oddiy g'oya bor. Odam baribir xato qiluvchi, odam farishta emas, odam ma'bud emas. Men xato qilmasam, men odam bo'lmayman. Qo'pol qilib aytganda. Gar men xato qilyapman, demak men odamman, katta ehtimol bilan. Bu yerda xatolar ustiga qurilgan bilim eng katta kuchga ega bilim, bu empirik bilim, bu tajribaviy bilim. Bu narsani kitobdan o'qib o'rganib bo'lmaydi. Shuning uchun nimadir qilmoqchi bo'lsanglar, xatodan qo'rqmanglar. Xatodan qo'rqish sizni sindiradi. Xatodan qo'rqish bu degani nimadir qilishdan qo'rqish. Xatoni umuman qilmaslikning yo'li bormi, Davron aka? Albatta bor. Xatoni qilmaslikning yo'li bitta. Hech narsa qilmaslik. Shuning uchun maslahat beradigan bo'lsam, qanaqadir amaliy maslahat, bu g'oyadan, kitobning bu g'oyasidan har bitta xato qilganingizda, bo'ldi, men adashdim yoki qanaqadir noto'g'ri qaror qabul qildim deganingizda, o'ylab ko'ring, xatoingiz borasida refleksiya qilib ko'ring. Ya'ni nima uchun men shunaqa noto'g'ri qaror qabul qildim? Nima uchun mana shu qarorim mana shu xatoga olib keldi degan fikr xayolingizdan o'tsin. Va bu siz uchun o'ta foydali bo'ladi. Kitob 4-g'oyasi bu ma'lumotlarga asoslangan ish. Ya'ni Fyodor shunaqa matematik fikrliydi, menga shunisi juda ham yoqadi. Umuman olganda Dodoning konsepsiyasini olsangiz ham, ular to'xtamasdan ma'lumot yig'adi. Ma'lumot yig'adi. Ma'lumot asosida qaror qabul qilishadi. Misol uchun intuitiv hali qilmaydi. Deylik, tasavvur qiling, ikkita dori bor. Men qo'limda ikkita dori bor. Misol uchun bittasining nomi A dori, bittasining nomi B dori. Qaysi birini ichasiz? Mana boshingiz og'riyapti-da. A dorini ichasizmi yo B dorini ichasizmi? Siz intuitsiyangiz bilan tanlashingiz mumkin. Tak deylik, 100 ta odamga men A dori, B dorini beryapman va yoki A yoki B dori bittasi boshingizni qoldiradi. Qaysi birligini men bilmayman, siz ham bilmaysiz va siz intuitsiya bilan tanlayapsiz. Tak, menimcha A dori deb olib ichyapsiz. Bu yerda 50-50 to'g'ri topishingiz ham mumkin, noto'g'ri topishingiz ham mumkin. Deylik, 100 ta odam kelsa, yarmi to'g'ri topadi, qolgan yarmi noto'g'ri topadi. Lekin agar siz o'sha A dori va B dori qanaqa ishlashini aniq bilganingizda, misol uchun A dori ichida aspirin bor, bu bosh og'riq qoldiradi. B dori ichida yana bir narsa bor, bu boshqacha ishlaydi. Va hokazo konkret aniq ma'lumot bo'lsangiz, sizda bo'lsa, siz katta ehtimol bilan shu ma'lumot asosida to'g'ri qaror qabul qilasiz. Tushunibsizlarmi? Ya'ni ma'lumot bu asos. Biznes asosi ham ma'lumot. Imkon qadar ko'proq dannilarni yig'ish kerak. Misol uchun marketingni bitta zo'r amaliy anaqa bor, A/B testirovание deydi. Misol uchun deylik, men reklama yoqayapman va men reklamadan kelgan har bitta odamni har xil saytga jo'nataman. 10 ta sayt yasayman, misol uchun, bittasi birinchisiga ketadi, ikkinchisiga ketadi, uchinchisiga ketadi, to'rtinchisiga ketadi, avtomatik tarzda 10 ta ketaveradi. Yoqib yo'q. Har bitta saytga 100 tadan odam otib chiqaman, 1000 ta odam bo'ladi. Jami 1000 ta odam reklamadan o'tgandan keyin qaysi sayt zo'r ishlayotganini ko'raman. Ya'ni qaysi saytga kirgan odamlarning 100 tasidan ko'p sotib olyapti. Deylik, ikkinchi saytga 100 ta odam kiryapti-da, 50 tasi sotib olyapti.
qolgan saytlarda 30 ta 40 ta sotib oladi. Bo'ldi, demak shu ikkinchi sayt zo'r sayt. Qolgan 9 ta saytni olib tashlayman, bitta shu saytni qoldiraman. Mana shu narsa ma'lumot. Bu ma'lumotga asoslangan ish. Va o'sha ma'lumotni bilsangiz, siz yutasiz. Bilmasangiz, sizda juda ham katta muammolar bo'ladi. 2000-yillarning boshida McDonald'sda shunaqa holat bo'lgan. Ular bilmagan qanday qilib milkshake'ga ko'proq sotishi. Undan keyin bitta marketolog kelgan, ismi Clayton Christensen bo'lgan, aytganki, "Men sizlarga anketa tayyorlab beraman. Har bitta mijozga drive-thru kafe, ya'ni ichidan o'tib ketadi mashina bilan. Bu yerdan zakaz qilasiz, aylanib kelguncha zakazingizni tayyorlang. Anketa berasizlar" degan. Har bitta sotuv anaqaga, mijozga anketani to'ldirib ertasi kuni olib kelib tashab ketsa, bepul milkshake beringlar, bo'ldi, shuni o'zi degan. 1000-2000 ta odamga to'ldirishgan, bepul milkshake'larni tarqatishganda. Anketaga qaraganda milkshake'ga odamlar qorin to'yg'izish uchun ichar ekan. Qorin to'yg'izaman deb ichar ekan. Va o'sha probkalarda turib qolganda, misol uchun mashinaga o'tirib ishga ketayotganda bu narsa yesa mashina ichi kir bo'ladi, milkshake'ga bemalol ichadi va qorini to'yadi. Keyin o'sha asosida, o'sha ma'lumot asosida ular reklama qilishgan, qorini to'yg'izuvchi o'sha to'yimli milkshake'lar. Mashinangda o'tirib bemalol ichish mumkin, mashina ichi kir bo'lmaydigan reklama berishganda milkshake'ga 4 barobar ko'tarilgan sotuv. Tushunasizlarmi? Ya'ni ma'lumotga asoslang. Har bitta narsadan ma'lumot oling. Har bitta ma'lumotni eng asosiy narsa bu ma'lumot. Biznesda ham matematika, ma'lumot, intuitsiya ba'zida ishlashi mumkin, ba'zida ishlamasligi mumkin. Ma'lumot doim ishlaydi. Ayollar aldaydi, erkaklar aldaydi, raqamlar aldamaydi. Oxirgi g'oya kitobdan bu oddiy yengilmaslik. Fyodor juda ham uzun yo'l bosib o'tgan. Men kitobni o'qiganimda men hayron qolganman shijoatga. Misol uchun, ma'ni ko'pchilik irodasi kuchli inson deydi. Men o'zim ham misol uchun atrofimga qaraganimda meni irodam har holda atrofimdagilardan ancha kuchliligini his qilib turaman, lekin bitta narsa bu darajada bo'lish uchun bilmayman kim bo'lish kerak. Bu psix deb o'ylaysiz agar bu kitobni o'qisangiz, bu insonni sababi qancha qoqilmasin, qancha yiqilmasin, nima qilmasin, baribir maqsad tomonga yuravergan, oqibatda natija shunaqa bo'lgan. Hozirgi kunda juda oddiy g'oya, yengilmaslik kerak, tamom. Yengilmasang borasan marganga. O'lib qolmasang agar. Lekin masala nimada? Mana men doim aytaylik bitta misol keltirib beraman. Yaqinda bo'lgan voqealardan biri. Men bitta shogird marketingda o'qidi. Rezyumeni tayyorladi. Marketingni o'rgandi, target yoqishni o'rgandi. Kelyapti-da, bir oydan keyin ish topa olmadim deyapti. Hop, ish topa olmading. Nima ish topa olmading desam, endi ishga olishmadi. Qancha joyga bordingiz? 3 ta joyga bordim. 3 ta joyga borib, 3 ta joydan ham qaytib kelgan. Keyin savol, juda oddiy savol berdik. Men hop dedim, 3 ta joyga boribsan. 1 oyda, 10 kunda bitta joyga borgansan. Tasavvur qil, 100 ta joyga borganingda nechtasi senga ish berardi? Taxmin qilib ko'rchi desam, o'yladim 5 ta deydi. Bor 100 ta joyga inson. Bor shu 200 ta joyga bor, senga 10 ta ish bo'ladi, 10 ta. Tushunasizlarmi? Ya'ni hozirgi kunda odamlar ozgina harakat qiladi va orqaga qaytib ketadi. Ozgina harakat qiladi va orqaga qaytib ketadi. Kitob bizga nimani o'rgatyapti? Ya'ni mana shu istoriya shuni o'rgatyaptiki, harakat qilsang, barakat bo'ladi. Harakatda barakat va qanchalik ko'p harakat qilsang, shunchalik shu barakat kelishining ehtimoli o'zidan o'zi oshib ketadi. Bu ham oddiy matematika. Shuning uchun yengilish xayolingizga keladigan bo'lsa, yengila ko'rmang. Bu eng nevigidni qarorlardan biri. Xo'p, kitobning asosiy g'oyalarini rezyume qiladigan bo'lsa, mana ekranda ko'rib turibsizlar. Bu kitob juda ham hayotiy kitob. Bu kitob haqiqatan ham inson hayotini o'zgartirishi mumkin bo'lgan kitob. Sababi meni hayotimni o'zgartirgan. Kitobdan bitta iqtibos keltiradigan bo'lsam, muvaffaqiyat bu talant yoki qanaqadir muvaffaqiyat mo'jiza emas. Muvaffaqiyat bu ketma-ket xatoli va xatolardan chiqarilgan xulosa asosida qurilgan harakatlarning oqibati. Mana shu iqtibos zo'r keltirib bergan Maksim Kotin. Ya'ni sen xato qilding, xatodan xulosa chiqarding, yana harakat qilding, yana xato qilding, boshqacha xato qilding bu safar. Chunki o'tgan xatoni o'zi qilmayapsan, sababi sen xulosa chiqargansan. Va yana xulosa chiqarasan, xato qilasan, xulosa chiqarasan, oqibatda xatolaringni soni shu darajada kamayib ketadiki, har bitta qilgan harakating aniq bo'ladi. Sababi senda o'sha tajriba bor. Va mana shu narsani kitob polniy ko'rsatib beradi. O'zbek tiliga tarjima qilingan bu kitob, lekin yana bir marta men sizlarni kitob o'qish uchun chaqirganimdan tashqari men sizlarni til o'rganishga chaqiraman. Sababi rus tilida originalda o'qiganga men nazarimda yetmaydi. Agar rus tilini bilmasanglar, ingliz tilini bilmasanglar, o'zbek tilida bu kitobni qidirib turib, topib o'qishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bir marta eslatib o'taman, meni Telegram kanalim bor. Davronbek Turdiyev jamiyati kanali nomi.
pastda havola turadi. Shu videoni tagida izohlarga ham qistirib qo'yamiz. O'tishingiz mumkin bo'ladi. U yerda men qiziqarli postlar qo'yaman, foydali asosiysi postlar, nafaqat entertainment, balki foyda. O'qigan kitoblarimni qo'shimcha qilib ko'rsatib beraman. Miyani rivojlantirish, qanday qilib bozor o'rganish mumkin, biznesdan tortib umumiy olganda shaxsiy rivojlanishgacha meni bilimlarim qanchalik yetadigan bo'lsa, shunchalik bilim beraman u yerda. Va asosiysi jamiyat mutlaq bepul. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling, omon bo'ling, kitob o'qing. Paka.